Yangi dokumentda Sharq Turkistondagi ig'ir vaziyat bayon qilindi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta, mayli bugungi xabarimizdagi inson haqlarini ko'zitish tashkiloti bo'lsin va yoki boshqa dunyodagi nufuzli kishilik huquq organlari, davlatlar e'lon qilayotgan bunga o'xshash dokumentlarning hammasida Xitoyning son-sanoqsiz jinoyatlari davomli holati tilga ilinib kelyapti. Bu qatim 2026-yillik dokumenti xalqaro inson haqlarini ko'zitish tashkilotiniki. Xalqaro organ bo'lgan inson haqlarini ko'zitish tashkilotining 2026-yillik dokumentida Xitoyning turli dafsandichiliklarni, jumladan Sharq Turkistonda davomlashtirayotgan bostirishları yana o'tirg'a qo'yildi. Mazkur yillik dokumentda Xitoy rejimining 2016-yildan boshlab Sharq Turkistonda bir qator insoniyatga qarshi jinoyatlarni sodir qilganligi, Uyg'urlarning kundalik harakatlarini, jumladan diniy urf-odatlarni asabiylik, terrorlikqa bog'laganligi, Uyg'urlarni jazolab assimilyatsiya qilishga uringanligi qayd qilingan. Dokumentda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Sharq Turkiston haqidagi tarixiy dokumentiga 3 yil bo'lgan bo'lsa-mu, Xitoy rejimining bu dafsandichiliklarni davomli rad qilayotganligi va o'ziga qarshi so'z qiluvchilarni parakanda qilayotganligi. Mayli u Xitoyning ichida Sharq Turkistonda bo'lsin va yoki chet elda erkin dunyoda bo'lsin, bularni parakanda qilayotganligi. Bultur oktyabrda yana bir turkum BDT mutaxassislarining Uyg'ur va boshqa millatlarning o'z kulturini, madaniyatini ifodalashining Xitoy tarafidan jinoyat deb qaralayotganligidan andish qilayotganligini o'tirg'a qo'yganligi bildirilgan. Dokument yana Xitoyning Sharq Turkistonda vaziyatning normal ekanligini ko'rsatish uchun 2022-yildan boshlab chet eldagi ba'zi Uyg'urlarning Sharq Turkistonda intayin cheklimalik tariqada ziyorat qilishiga ruxsat qilganligi, ularning bu jarayonda tashviqot faoliyatlariga qatnashishi talab qilinganligi, yana az bir qism Uyg'urlarning cheklimalik shartlar ostida chet elga chiqishiga yo'l qo'yilganligi ham tilga ilingan. Ya'ni shunday bir organning dokumentidanmi hatta şu mayli Xitoy tashkillab berayotganlar bo'lsin va yoki Xitoyning shu aldam xaltisiga tushib vatanga ijtimoiy fikr vositida ko'ryapmiz hamda berib voy o'zgarib ketdi deb nomussizlarcha Xitoyning tashviqotiga o'rtaq bo'layotgan bizning millatning ichidagi bu bechoralarninki bu qilmishlariniki amaliyotda Xitoyning o'z jinoyatini yoshirish uchun elib berilayotgan bir ish ekanligi bu dokumentlarga kirib bo'ldi, qadrli ko'ruvchilarimiz. Dokumentda Uyg'ur majburiy emgaki masalasiga o'rin berilgan bo'lib, Xitoyning davlat qo'llagan emgak kuchlarini yo'tkash programmalariga asosan Uyg'urlarni majburiy emgakka selayotganligi, elektronlik mahsulotlar, avtomobil, kiyim-kechak va halqiliq minerallar ta'minlash zanjirining bu jinoyatlarga chetishlik ekanligi ham tilga ilingan. Dokument yana Xitoy rejimining oldingi bir yilda Tibet, Hong Kong qatorliq joylarda davomlashtirgan inson haqlari dafsandichiligi, fikr erkinligini, diniy erkinlikni bo'g'ish jinoyatlari tafsili tilga ilingan. Bu hali ham davom qilyapti degan shaklda. Ammo nomussiz Xitoy hozirgacha butun bu e'lon qilingan dokumentlarning hammasini inkor qilib, hamma narsa intayin baxtli holat yashayapti deb nomussizlarcha hozirgacha ham buni e'lon qilib turayotganligini hammamiz bilamiz, qadrli ko'ruvchilarimiz.